Ozarbayjon Respublikasida avtomobil yo'llarini qurish va loyihalash ishlarini o'rganish maqsadida qo'mitamiz raisi Jamshid Tursunovning topshiriqlariga asosan joriy yilning 12-15 noyabr kunlari Ozarbayjon Respublikasida bo'ldik. Ozarbayjon Respublikasi avtomobil yo'llarini bilan tanishdik. Ozarbayjon Respublikasida avtomobil yo'llar siyosatini Ozarbayjon Respublikasi Davlat avtomobil yo'llar agentligi yuritar ekan. Agentlik tarkibida umumiy 19.575 kilometr avtomobil mavjud bo'lib, umum foydalanuvdagi avtomobil yo'llari bundan 5035 kilometri xalqaro ahamiyatdagi magistral avtomobil yo'llari hisoblanar ekan. Qolgan 14.000 kilometrdan oshiq avtomobil yo'llari mahalliy ahamiyatga molik avtomobillar hisoblanar ekan. Bu yo'llarda qurish uchun asosan 20 ta davlat pudrat tashkilotlari shug'ullanadi. Ozarbayjon yo'llarini saqlash uchun 48 ta saqlash tashkilotlari shug'ullanar ekan. Endi o'zimizda muntazam yo'llardan foydalanish tashkiloti deb yuritiladi. Ularda xuddi shunaqa avtomobil yo'llarini saqlash uchun foydalanadigan tashkilotlari bor ekan. Bu 48 tani tashkil qilar ekan. Bundan 8 tasi xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yo'llariga xizmat ko'rsatadi. Qolgan yo'l bo'limlari mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'llariga xizmat ko'rsatadi. Biz borib ko'rdik, asosan biz bilan bir xil parametrlarda yo'llar quradi ular ham. Kundalik nishablik 15-20 promil loyihalanadi O'zbekistonda. Ularda sal kattaroq ekan, 25%. Kundalik nishablik 25% da loyihalanar ekan. Endi biz savol berganimizda nega bunaqa deb loyihalaysizlar deb so'raganimizda bizda yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Bir yoqqanda juda ko'p yog'adi. Bir yog'ish o'zi ko'p yoqqanligi uchun suvni qoplamada suvni tezroq chiqib ketishini ta'minlash maqsadida ko'proq nishablik bilan loyihalash inobatga olinar ekan. Xalqaro yo'llarida ularda o'zi Ozarbayjon Respublikasida tarozilar o'rnatilgan, o'zi joyida ishlayapti. Hozir 20 dan oshiq tarozilari qo'yilgan, o'rnatilgan, ishlayapti ekan. Buni Turkiyaning Aselsan degan kompaniyasi texnologiya asosida o'zlari olib kelib qurib foydalanishga topshirilyapti. Texnik xizmat ko'rsatishida ham Aselsan kompaniyasining o'zi xizmat ko'rsatar ekan. Tarozilar o'rnatilgan joyda inson omilisiz 24 soat rejimda Ozarbayjon Respublikasi harakat xavfsizligi boshqarmasi bazasiga avtomatik tarzda yuboriladi va u yerda me'yordan oshiq yuklar aniqlanganda avtomatik tarzda o'zi ma'lumot beradi. O'sha berilgan ma'lumotga asosan jarima qo'llaniladi. Bu jarima ham avtomatik tarzda shakllantiriladi va avtomobil egasi haydovchisiga uzog'i bilan 1-2 daqiqada o'sha SMS tarzda xabar yuboriladi. Bu to'liq inson omilisiz. Ish taraf jarimalar qo'llash ham, u jarimani ularga yuborish ham to'liq inson omilisiz texnologiya asosida yo'lga qo'yilgan ekan. Jarimalar miqdori bilan ham qachon foydalanish bilan qiziqdik. U hali ko'p bo'lmagan ularda ham 2023-yilda qurilib foydalanishga topshirilgan. Bugungi kungacha boya aytdim 20 ta ishlayapti. Yana ular 100 dan oshiq yana qurish nazarda tutilgan, loyihalashtirilyapti ekan. Ularda birinchi vaqtlarda yuk avtomobillarining 8% dan oshig'i ortiqcha yuk bilan harakatlangan bo'lsa, bugungi kunda уже 2% ga tushib kelgan. Hozirgi kunda 2% miqdorda ortiqcha yuk bilan harakatlanayotgan mashinalar kuzatilyapti. Endi jarima miqdoriga keladigan bo'lsak, birinchi marta qo'llanganda 600 manat o'zbek so'mida, bu taxminan 4.240.000 atrofida to'g'ri keladi bu. Aynan shu huquqbuzarlik bo'yicha qaytadan yana jarima qo'llaniladigan bo'lsa, bu 2 barobarga 1200 manat miqdorida jarima qo'llaniladi. Bu bizda taxminan 8.480.000 atrofiga to'g'ri keladi. E'tiborimni tortgan narsa shahar yo'llarida asosan bir tomonlama harakat joriy qilingan. Endi eski shahar bo'lgan, yo'llarni kengaytirish imkoniyati yo'q. Buni buzishlarga, ularni buzishga tushadi.
past baland joy ekan, biz asosan Baku shahrida bo'ldik. Past baland joylar bo'lganligi uchun harakat bitta tomonga yo'naltirilgan, juda ko'p ko'chalarda bir tomon yo'naltirilgan. Asosan katta magistral ko'chalarda ikki tomonlama harakat bo'lmasa, asosan juda ko'p ko'chalarda bir tomonlama harakat tashkil qilingan ekan. Bizda ham agar shu tor ko'chalar, shunaqa joylar bo'lsa, shuni amalga oshirsak bo'ladi. Biz ham bir tomonlama harakatlarni loyihalasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta bu vazn va hajm o'lchash tarozilarini biz O'zbekiston avtomobil yo'llarida qo'llashimiz kerak buni. Bu birinchi navbatda yuk mashinalari ortiqcha yuk bilan harakatlanishini oldini oladi. Buni natijasida biz yo'llarimizni sifatli saqlashga va uzoq muddat xizmat qilishiga erishamiz biz. Buni iloji boricha tezroq biz O'zbekiston sharoitida qo'llashimiz kerak buni. Biz jamoada 6 kishi bordik. Avtomobil yo'llarini o'rganib keldik. Bizga yoqdi bu safar. Boshqa davlatlar bilan tajriba almashinuv O'zbekiston avtomobil yo'llarini kelajakda qurilishda, foydalanishda, loyihalashda yangiliklar olib kiradi. Bunday tajriba almashinuvlar ko'proq bo'lishini, yana boshqa davlatlarga ham amalga oshirilishini xohlaymiz. Boshqa davlatlarda ham o'sha yo'l qurish sohasidagi qurilish texnologiyalarini, qurilish loyihalarini, zamonaviy hozirgi kunda zamonaviy qo'llanilgan texnologiyalarni O'zbekistonda joriy qilinishi maqsadga muvofiq deb hisoblayman.